Agar TDMda probamoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring, albatta sizga foydasi tegadi. Men o'zimga o'zim challenge e'lon qildim, ya'ni obunachilarimga TDMni noldan o'rgatmoqchiman. Sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarim juda ham ko'p. Masalan, to'g'ri pikaniya qilish. Keyingisi, protivnikni to'g'ri kutib olish. Ermakka mana shunaqa headshotlarni berish. Hali ham shotdamisiz? Yaxshi, unda keyingi momentlarni ko'rishda davom etamiz. Zaryotni yaxshilash. Xullas, sizlarga juda ham ko'p narsani o'rgatmoqchiman. Sizlardan shunchaki so'raladigan narsa bu podдержка, ya'ni bitta like bilan komment yozib qo'ysanglar, sizlarga oddiy tuyulganimda menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Xullas, agar mana shu video 10 mingta like qilgan bo'lsa, men o'z challenge'imga start beraman.